Demak, fuqarolarga demak muddatidan oldin pensiya tayinlash ham qonunchilikda nazarda tutilgan. Ya'ni shu fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 14-moddasida korxona tashkilotlarida ish o'rinlari qisqarishi, ya'ni shtatlar сокращение shtat deyiladi, qisqarishi yoki korxona tashkilotlarining tugatilishi munosabati bilan shaxs ishdan ozod etilishi yoki ishsiz deb e'tirof etilgan hollarda muddatidan oldin, ya'ni erkaklar 58 yoshdan 25 yillik ish stajiga ega bo'lishlari va ayollar 53 yoshda to'lganlarida 20 yillik ish stajiga ega bo'lganlarida muddatidan oldin pensiya olishlari mumkin. Bunda lekin ularni ishsiz deb e'tirof etish tuman shahar bandlikka ko'maklashish markazlari tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda ishsiz deb e'tirof etilgan ma'lumotnomalar asosida pensiya tayinlanadi. Demak, bu fuqarolarimiz ish o'rinlari qisqargan hollarda ishdan ozod etilganda va mana shu qonunda belgilangan yoshlarda to'g'ri kelgan hollarida bevosita o'sha birinchi navbatda tuman shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish markazlariga murojaat etib, o'zlariga tegishli bo'lgan haqiqatdan ishsiz ekanliklarini tasdiqlaydigan ma'lumotnomani taqdim etishlari shart bo'ladi.